Angliya Xan Jamiyati doktorxonasi yurak kasalliklar bo'limining bosh maslahatchisi doktor Ziya Kamoliddin 15 yildan ortiq davomlashgan musofirchilikdan keyin o'zini tabriklash uchun o'rinlashtirilgan murosimiga qatnashish uchun Iroqqa yetib keldi. Murosim o'tkaziladigan zalga yaqinlashganda Palampa yanidagi gizit yeyib o'ltirgan gizitchi boyining g'aribona qiyofati doktorning diqqatini tortdi. Doktor boyini ko'rib cho'chib ketdi va ko'zini yumib xiyol qilishga boshladi. Manga ilm o'rgatgan, meni tarbiyalagan, vujudimga o'tkir iroda, ilg'or qimmat qarash va g'alaba qilish ruhini singdirgan muallimim nim bo'lib bu ahvolga kelib qolgandi? Doktor ko'zini ochib boyning chiroyiga qaradi. Boy tulumi vijik va uruqlab ketgan bo'lib, yashinib qolganiga qaramay gizit satayotgan edi. Murosim boshlanay deb qoldi. Doktor kechikib qolishdan ansirab zalga kirmoqchi bo'ldi-yu, ammo qadamlari go'yo mixlab qo'ygandek midirlay olmayotdi. Doktor birdilla g'ayrat kelib zalga kirib ketdi. U maxsus tayyorlangan o'rindiqda o'ltirdi. Ammo hiliqi ko'chada gizi sotquchiga aylanib qolgan ustozi texichi xiyoldan ketmayotdi. Vaqt o'tmoqda edi. Doktorning bo'yniga medal asirish vaqti kelib ismi chaqirildi. U shu hamon o'rnidan turib, sahnaga chiqmasdan zalning sirtiga qarab mangdi. Kishilar nim bo'lganligini bilmay hayron qilishdi. Doktor boyning yoniga kelib qo'lni ching tutdi. Boy bozor boshqurish xodimlari keldi deb o'ylab, "Balam, bir qatim kechirversangiz, men bundan keyin bu yerda asla o'ltirmayman", dedi. Doktor uningga illiq muomala bilan tabassum qilib mundaq dedi. "To'g'ri, buningdan keyin siz asla bu yerda o'ltirmaysiz. Qani, men bilan mening." Doktor boyning qo'llarini tutib zalga elib kirdi. Doktorning ko'zidan chiqqan yoshni ko'rgan boy qo'rqmasdan moslashib mangdi va doktordan so'radi: "O'g'lim, sizga nima bo'ldi?" Doktor javob bermasdilla boyning qo'lini ching tutgan holda sahnaga elib chiqdi. Zaldagi hammalar nim bo'lgandi deb hayron qolmoqda edi. Doktorning ko'zidan issiq yoshlar to'kilmoqda edi. U boyni quchoqlab turib, "Ustoz Xelil, hozirgacha meni tunimayotamiz?" dedi. Boy, "Yo'q o'g'lim, tuniyolmadim." Doktor ko'z yoshini surtib etib, "Men sizning markaziy o'rta maktabdagi o'quvchingiz Ziya Kamoliddin bo'laman. Men sizning yordamingizda sinfda doim birinchi bo'latdim. Siz menga ilhom beratdingiz, g'amxo'rlik qilatdingiz. Bu 1966-yildagi ishlar edi." Ustoz Xelil doktor Ziyo qarab uni bag'riga ching bosdi. Doktor o'ziga berilgan medalyonni elib, ustozining bo'yniga esib turib mundaq dedi: "Bu mening ustozim bo'ladi. U bo'lmagan bo'lsa, men bugun kunga yetib kelolmaydim. Ustozlar hurmatga eng loyiq kishilardir. Alloh bilan qasamki, biz faqat ustozlarni xorlash, ularga hurmatsizlik qilish, ularning haq-huquqlarini loyiqida qo'g'damaslik sababidan orqada qoldik. Mana bu mening ustozim Bag'dod markaziy o'rta maktab arab tili o'qituvchisi ustoz Xelil bo'ladi. Ulug' Alloh mundaq deydi: "Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi."